Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda biz PSU, to есть Power Supply Unit'ni qaysi vazifani bajarishini ko'rib chiqamiz. Oddiy tilda aytganda PSU deyilmaydi. Bu ko'pincha blok pitaniya deyiladi. No, oddiy gap bilan blok pitaniya deyiladi. Bu Power Supply Unit bu ingliz tilida, PSU ingliz tilida uncha ko'p ishlatilmaydi. Oddiy ko'cha tilida aytadigan bo'lsak, bu blok pitaniya deb hisoblanadi. Xo'sh, blok pitaniya bu o'zi nimaga kerak? Bu kompyuterning quvvat manbai bo'lib, u elektr tokni kompyuterga qismlarga kerakli yuklanish va tokga aylantirib beradi. Qaranglar, oddiy sodda tilda tushuntiradigan bo'lsam, bilsak agar kompyuterimiz rozetkaga tiqiladi, to'g'rimi? Rozetkada tok 220 volt. 220 volt. Bizning kompyuterimiz protsessor, videokarta, RAM, operativ xotiralar, bo'ldi ularga tok kerak. Lekin ularga 220 volt tok kerak emas. Agar 220 volt tok kelsa, ular portlab ketadi. Ko'tarolmaydi unaqa katta tokni. Ularga kichkinaroq tok kerak. O'sha kichkinaroq tokni mana shu blok pitaniya orqali kichkinaytiriladi. То есть, rozetkada kelayotgan katta tok, katta kuchlanishda bu mayda-mayda qismlarga bo'lib beradi. Materinskiy plataga qismlarga bo'lib beradida va o'sha materinskiy platada kichkina qismlarda tok yuradi. То есть buni power blok pitaniyani qanday tushunsak ekan, buni oddiy transformator deb tushunsak bo'ladi. Transformatorni bilsanglar agar stolbadagi toklarni katta toklar kiradi, stolbadagi toklarni. Uni uylarga qismlab anaqa qilib beradi. Ikkita qismlab maydalab tashlaydi. Xuddi shunday anavi blok pitaniya ham xuddi shunday ishlaydi. То есть katta tok keladi unga. Katta ko'rinishi bunaqa bo'ladi va ko'rinishi mana shunga katta tok keladida, ichida tokka mana kichkina mayda simlarga taqsimlab, maydalab beraveradi. Protsessorga, ularga 12 volt, undan ham kichkina voltlarga taqsimlab, o'zi ishlaydigan qilib beradi. Agar yana bitta asosiy vazifa shundaki, masalan, u baribir anavi rozetkadagi tokimiz переменный tok, ba'zida katta volt ham kelib qolishi mumkin, напряжение bo'lganda. Masalan, 400, 300 katta volt kelganda, blok pitaniya bu narsani ko'taradida, blok pitaniya kuyib ketadi. Kompyuterlarni narigi zapchastlarga o'tkazmaydi. Agar katta kuchlanish kelib, даже ba'zi paytlar bo'lib qoladi shunaqa. Televizorlar kuyib ketadi-ku, buf etib katta tok kelganda. Kompyuterda unaqa bo'lmaydi, chunki bu blok pitaniya hamma narsani напряжениeni o'ziga oladida, narigilarga sachib yuboradi. Shunday katta напряжениеda ham blok pitaniya asrab qoladi. Endi buni turlari juda ham ko'p, o'zini voltiga qarab, masalan, bu 500 volt, 200 volt hammasi ketaveradi. O'zi narsa, lekin asosiy vazifasi shundaki, buni asosiy vazifasi katta tok kelayotganligini kichkina voltga taqsimlab beradi. Mana protsessor, videokartalarga toklarni o'zi taqsimlab beradi va katta kuchlanish kelganda blok pitaniya himoya qilib qoladi kompyuterimizda. Menimcha bo'ldi. Bu blok pitaniya noutbuklarda bo'lmaydi. Bu faqatgina kompyuterlarda. Noutbuklarda unaqa narsa yo'q. Noutbuklarda bu akkumulyator bo'ladi. Akkumulyatorda ular tokni batareykaga o'xshab ishlayveradi. Blok pitaniya esa bu batareyka emas. Bu faqatgina tok kelganda tokni taqsimlab beraveradi. Agar tok kelmasa, tokni taqsimlab bermaydi, chunki tok yo'q. Shu hisobiga blok pitaniya shunaqa ishlaydi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Hammaga rahmat.